bo'lsalar, doim odatda shanba kunlari kelarkanlar, ba'zida ketganda, ba'zida ulovda kelib, yerda nafl namoz o'qib ketar ekanlar. Va hadis bor bu masjid haqida. Kim uydan tahorat qilgan holatda chiroyli bo'lib kelib, mana shu joyda nafl namoz o'qiydigan bo'lsa, 2 rakatni, 4 rakatni, afzali 4 rakat. Bo'lmasa 2 rakatni nafl namoz o'qiydigan bo'lsa, unga umra qilganning savobi beriladi deganlar. Hozir mana qancha ehromga kirib, mashaqqat chekib, Makkaga borib, umraning savobini olishlik uchun harakat qilamiz. Lekin hozir masjidga kirib, chiroyli bo'lib nafl namozlarimizni o'qib chiqadigan bo'lsak, umraning savobini olib chiqamiz. Inshaalloh. Mana videoga olinglar. Gapni endi hozir. Kirib, hozir nima qilamiz? Birinchi kuni 2 rakat tahiyatul masjid o'qiymiz. Payg'ambarimiz alayhisolamning sunnatlariga muvofiq birinchi kiramiz. Kecha Masjidul Nabaviyda o'qidik-ku. 2 rakat tahiyatul masjid namozini o'qiymiz. Undan so'ng 2 rakat alohida nafl namoziga niyat qilamiz. Nafl namoziga niyat qilamiz. Xohlang 2 rakat o'qing, afzal 4 rakat, xohlang 4 rakat o'qishdan bo'ladi. Nafl namozni o'qib chiqamiz. O'qib chiqib